Bir braziliyalik bloger mashhur ilonlar oroliga yakkaxon borishga qaror qildi va bundan juda qattiq afsuslandi. Eng qiziqarli joylari hali oldinda. Videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta bilib olasiz. Tasavvur qiling, 1 kvadrat metrga 10 tacha ilon. Yerdagi eng xavfli joylardan biri bilan tanishing. Queimado Grande oroli yoki Braziliya qirg'oqlarida joylashgan Snake oroli. Bu yerda minglab zaharli ilonlar yashaydi. Odamlar uchun o'ta xavfli bo'lganligi sababli orolga ruxsatsiz kirish qat'iyan taqiqlanadi. Ammo baribir bu yerga keluvchilar bor. Ular asosan ikki toifaga bo'linadi. Ekstremal kontent ortidan quvuvchi mashhur blogerlar va noqonuniy ravishda ilon tutuvchi brakonyerlar. Bu orolda dunyodagi eng zaharli ilonlardan biri bo'lgan orol botroplari yashaydi. Ularning zahari nihoyatda qimmat. Kichik dozasi saratonga qarshi davolashda qo'llaniladi. 1 gram zahar qora bozorda 30 ming dollargacha baholanadi. Yaqinda bu orolda ilgari noma'lum bo'lgan yangi ilon turi ham aniqlandi. Videoni 10 ballik tizimda baholang, kanalimizga obuna bo'ling va like bosing.